Muallif Kamola. Hikoya nomi Sukunatdagi sir. 10-qism. Zavod ichida hali ham sovuq havo aylanardi. Sardor ketgan bo'lsa ham uning izi qolib ketgandek edi. Hech kim darrov ketishga shoshilmadi. Go'yo har birimiz ichimizdagi og'irlik bilan biroz yolg'iz qolishni xohlayotgandik. Aziz hanuz Mohiraga yopishib turardi. "Endi ketmaysanmi?" dedi u yig'lab. Mohira uning boshini siladi. "Yo'q, endi ketmayman." Bu gap hali xonani iliqtirganday bo'ldi. Rustam sekin, "Biz bu joydan chiqishimiz kerak." Kamron esa hanuz jim. Men unga qaradim. Kamron, u boshini ko'tarmadi. "Men hammasini yo'qotdim", dedi u pichirlab. Bu gap yuragimni siqdi. "Yo'q", dedim sekin. "Hali hammasi tugamagan." U kulimsiradi. Lekin bu kulgi og'riqli edi. "Sen haqiqatni aytding", dedi. "Men kimman?" Men javob topolmadim, chunki bu savolga har kim o'z javob topishi kerak edi. Tashqariga chiqdik. Tong yorishib kelayotgandek, osmon ahista yorishardi. Qorong'i kecha ortda qolayotgandek. Aziz Mohiraning qo'lida mahkam ushlab olgan. Rustam ularning yonida, Kamron esa biroz orqada, men esa o'rtada. G'alati. Bir vaqtlar hammasi chalkash, endi esa hammasi aniq lekin og'ir. Mashinaga yaqinlashdik. Rustam dedi, "Biz shifoxonaga boramiz. Mohira hali ham zaif." Men bosh irg'adim. "To'g'ri." Aziz menga qaradi. "Sen ham kelasanmi?" Bu savol meni bir lahza to'xtatdi. Men Mohiraga qaradim. U menga qarab turar, ko'zlarida esa qo'rquv emas, balki tushunish bor edi. "Hozir emas", dedim sekin. Keyin Aziz bosh irg'adi, lekin ko'zlarida biroz xafa kayfiyat bor. Ular mashinaga o'tirishdi. Rustam rulga o'tirdi. Mashina asta uzoqlashdi. Men ularning ortidan qarab qoldim. Orqamdan ovoz eshitildi. "Nega ketmading?" Kamron o'girildi. "Chunki hali ham gaplashishimiz kerak." U achchiq kuldi. "Yana nima qoldi?" Men unga yaqinlashdim. "Men nega to'xtatmading o'sha kechasi", dedim. U ko'zlarini yumdi. Chunki men ham jahlda edim. Va keyin hammasi nazoratdan chiqdi. Men sekin, "Biz ikkovimiz ham aybdormiz." U bosh irg'adi. "Ha." Tong nuri yuzimga tushdi. Endi hamma narsa aniq ko'rinardi. Yashirishning iloji yo'q. "Endi nima qilamiz?" dedi u. Men chuqur nafas oldim. "Men borib hammasini aytaman politsiyaga." "Ha." Kamron menga qaradi. "Bu hayotingni o'zgartiradi." "Allaqachon o'zgargan", dedim. Keyin u sekin, "Men ham boraman." Men hayron bo'ldim. "Ishonching komilmi?" "Ha", dedi u. "Bu safar qochmayman." Men bosh irg'adim. Biz mashinaga o'tirdik. Shahar tomonga yo'l oldik. Quyosh asta chiqardi. Yangi kun boshlanayotgandek. Lekin bu oddiy kun emas. Bu haqiqat bilan boshlanadigan kun edi. Va men ichimda bitta narsani aniq his qildim. Ba'zan eng katta jazodan ko'ra rost bilan yashash qiyinroq. Shahar uyg'onayotgandek edi. Ko'chalarda mashinalar ko'payib, odamlar ishga shoshardi. Hammasi odatdagidek, lekin biz uchun hammasi o'zgargan. Mashina ichida sukunat. Men oynadan tashqariga qarab o'tirardim. Kamron rulda. "Oxirgi marta so'rayman", dedi u birdan. "Ishonching komilmi?" Men unga qaradim. "Ha, ortga qaytish yo'q." U bosh irg'adi. Bir necha daqiqadan keyin binoning oldiga yetib keldik. Kulrang, o'sha sovuq bino. Bu yerga odamlar haqiqatni yashirish uchun emas, balki aytish uchun kelishardi. Mashina to'xtadi. Hech kim darrov tushmadi. "Qo'rqyapsanmi?" dedi Kamron. Men biroz kulimsiradim. "Ha." Men ham. Keyin eshikni ochdim. Tushdim. Kamron bilan ortimdan tushdi. Biz yonma-yon eshik tomon yurdik. Har bir qadam og'ir edi va ichkariga kirdik. Soatlar o'tdi. Savollar, javoblar, qayta savollar. O'sha kecha yana aytildi. Bu safar hech narsa yashirilmadi. Men hammasini aytdim. Kamron ham. Oxiri hammasi yozib olindi. Kechga yaqin bir tashqariga chiqdik. Quyosh botayotgan edi. Osmon qizg'ish rangga kirgan. Men chuqur nafas oldim. "Tugadimi?" dedim. Kamron boshini chayqadi. "Yo'q", dedi. "U endi boshlanadi." U menga qaradi. "Pushaymonmisan?" Va men biroz o'ylab, "Ha, lekin yengil bo'ldim." Kamron sekin kuldi. Men ham. "Endi nima qilasan?" dedi u. Men uzoqqa qaradim. "Mohira bilan gaplashaman. U seni kechiradimi?" Bu savol yuragimni yana siqdi. Bilmayman. "U seni kechirdingmi?" Men javob bera olmadim. Chunki bu eng qiyin savol edi. Bir necha kun o'tdi.
Men nihoyat ularning oldiga bordim. Eshik oldida turib qoldim. Qo'lim qo'ng'iroqqa bormay yana qayta yuragim tez ura boshladi. Bu oxiri emas dedim o'zimga va qo'ng'iroqni bosdim. Eshik ochildi. Mohira. U menga qarab turdi va hech narsa demadi. Gaplashsak bo'ladimi? U biroz o'yladi. Keyin eshikni kengroq ochdi. Kir. Men ichkariga qadam qo'ydim. Bu safar qo'rquv bilan emas, haqiqat bilan. Ichkarida Aziz o'tirardi. U meni ko'rib sekin kuldi. Sen kelding. Men ham jilmaydim. Ha. Mohira eshikni yopdi. Xona ichida sokinlik. Lekin bu safar og'ir emas edi. Men chuqur nafas oldim. Men uzr so'rash uchun keldim. Mohira menga qaradi. Ko'zlarida ko'p narsa bor edi. Og'riq, xotira va biroz umid. Men seni eshitaman dedi u sekin. Men gap boshladim. Nihoyat hammasini yuragimdan chiqarib aytdim. Xona ichida hukm surardi. Men aytadigan hamma gapni aytib bo'lgandim. Endi eng og'ir qism kutish. Mohira jim, ko'zlari meni uzilmagan. Aziz esa bir burchakda bizni kuzatardi. Har soniya uzoqdek. Nihoyat Mohira chuqur nafas olib, men o'sha kechani unuta olmayman dedi. Yuragim yana siqildi. Men ham. Sen meni itarganingni emas, balki keyin ketib qolganingni unuta olmayman. Bu gap yuragimni teshib o'tdi. Ko'zlarimga yosh keldi. Men qo'rqdim dedim past ovozda. Men o'zimni o'yladim. Mohira boshini qimirlatdi. Ha, lekin sen bugun qaytding, dedi u. Men boshimni ko'tardim. Va rostini aytding. U biroz yaqinlashdi. Bu oson emas. Men hech narsa demadim. Chunki u haq edi. Aziz asta turib bizga yaqinlashdi. Onajon, dedi u Mohiraga. U yomon emas. Mohira pastga qarab o'g'lini bag'riga oldi. Bilaman. Bu so'z ichimda nimadir yumshatdi. U yana menga qaradi. Men seni darrov kechira olmayman. Men bosh irg'adim. Tushunaman. Lekin u bir zum to'xtadi. Urinib ko'rishing mumkin. Ko'zlarim yana yoshga to'ldi. Rahmat. Bu rahmat oddiy so'z emas. Bu imkoniyat uchun ham rahmat edi. Rustam ham eshik yonida turardi. U asta, balki hammamizga vaqt kerakdir. Kamron esa bu safar yo'q. Lekin men bilardim, u ham o'z yo'lida kurashyapti. Bir necha hafta o'tdi. Hayot asta-sekin izga tusha boshladi. Lekin endi hammasi boshqacha edi. Men ishga qaytdim. Odamlar bilan gaplashdim, kulishga harakat qildim. Lekin ichimda o'sha kecha hali ham yashar edi. Ba'zan kechalar uyg'onib ketardim. Yuragim tez urib, lekin endi men qochmasdim. O'sha xotira bilan yuzlashardim. Chunki bu mening haqiqatim edi. Bir kuni parkda o'tirgan edim. Kuz, barglar yeriga to'kilardi. Aziz yonimga yugurib keldi. Dilnoz opa, men kuldim. Ha, qarang dedi u qo'lida kichkina mashinani ko'rsatib. Men unga qaradim. Zo'r ekan. U yonimga o'tirdi. Onam dedi, siz yaxshi odam ekansiz. Yuragim yumshab ketdi. Onam yaxshi gap aytibdi. U kuldi. Siz ham endi yig'lamaysiz-a? Men biroz o'yladim. Ba'zan yig'layman. Nega? Men unga qaradim. Chunki ba'zi narsalar yurakdan tez chiqmaydi. U bosh irg'adi. Go'yo tushungandek. Lekin siz endi ketmaysizmi? Bu savol meni chuqur o'ylantirdi. Men sekin javob berdim. Yo'q. U kulib yubordi. Yaxshi. U yana o'ynashga ketdi. Men esa osmonga qaradim. Havo toza. Yuragim esa oldingidan yengilroq. Ba'zi hikoyalar baxtli yakun bilan tugamaydi, lekin ular umid bilan davom etadi. Va men nihoyat tushundim. Kechirim bu bir lahzalik qaror emas. Bu uzoq yo'l.